Ana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlik vaqtlarida Jabroil alayhissalom, Azroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Isrofil alayhissalomlar sog'inishib, Allohdan bir so'raylik, Rasululloh bilan bir didorlashib, bir gaplashib, suhbatlashib kelamiz deb Rasulullohning oldilariga borish, Allohning oldiga borish. Ey Alloh, bizga ijozat ber, Rasululloh bilan bir suhbatlashib, didorlashib kelsak. Alloh aytgan ekan, quruq qo'l bilan borgani uyatmaysizlar. Ular aytgan ekanlar, yo Alloh, har birimizni o'zimizga yarasha sovg'amiz bor. Mayli bo'lmasa bo'lsa. Borib didorlashib, suhbatlashib qaytayotgan paytlarida Jabroil alayhissalom aytgan ekanlar, yo Rasululloh, meni sovg'am bor, qabul qiling. Nima u siz sovg'angiz? Sizni ummatingizdan kim kunda 10 ta salovat aytadigan bo'lsa, Sirot ko'pirigidan yaltiragan chaqmoqqa o'xshab olib o'tib ketaman. Qaranglar, yaltiragan Sirot ko'pirigi 3000 yillik yo'l, qildan ko'ra ingichka, qilichdan ko'ra o'tkir. O'tishligi jannat bo'lsa, toyilishligi jahannam. Yaltiragan chaqmoqqa o'xshash, chaqmoq charsatganda daqa olib o'tib ketaman. Oyog'i tegib tegmasdan olib o'tib ketaman. Shunda Azroil alayhissalom aytgan ekanlar, yo Rasululloh, meni ham sovg'amni qabul qiling. Qabul qildim. Nima sizni sovg'ingiz? Sizni ummatingizdan kim sizga 10 ta salovat aytadigan bo'lsa, men payg'ambarlarning jonini qanday olgan bo'lsam, shunday muloyim halimlik bilan olaman. Isrofil alayhissalom aytgan ekanlar, men dedilar, qiyomat mahshargohida sizni ummatingiz kunda 10 ta salovat aytgan ummatingiz tarozini oldiga kelsa, boshimni sajdaga qo'yaman, to o'sha ummatingizni Xudo jannatga kirgizmagunigacha boshimni ko'tarmayman deb turibman. Qaranglar, 10 ta salovat aytgan. Mikoil alayhissalom aytdilar, yo Rasululloh, meni ham sovg'amni qabul qiling. Qabul qildim. Nima sizni sovg'ingiz deganlarida, sizni ummatingizdan kim kunda 10 ta salovat aytadigan bo'lsa, qiyomat mahshargohida turilgan mahalda chanqayotgan paytda jannatdan suv olib chiqib uni chanqog'ini qondiraman. Endi o'ylab ko'ring, u mahshargoh bunaqa dasturxonda atrofida, bunaqa chiroyli liboslarni kiyib, bunaqa soyabonni tagida o'tirilmaydi-da. Yalang'och bo'linadi. Inson oldidagi insonni kamoli ko'pligidan va o'zini bilan o'zi ovora bo'lganligidan erkak va ayolligini bilishlikdagi rangini ham ajrata olmaydigan joyda miya choy qaynagandek qaynab